Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Ko'pchilikni hozir qiynayotgan savollarga javob beraman. Skina gilos ekkanman, qo'shma bo'lib ketyapti. Yo gilos bog'im bor, ko'p qo'shma bo'lib ketyapti. Hosildorlik past. Maydaroq degan akalarga giloslaring pishib uzilib bo'lgandan keyin где-то 2,5-3 oygacha umuman bir dona ham suvdan qo'ygizmanglar. Bo'lmasam hosildorliklaring mayda bo'lib ketib qoladi. Juda ham mayda bo'lib qoladi. Mana holatni ko'ryapsizlar, lekin quyib olgan shular hammasi. Quyib bo'ladi, qattiq obreska qilasizlar. Mana qaranglar. Juda ham zo'r. Lekin maydaroq. O'shaning uchun sizlarga bitta tavsiyam, giloslaringni suvdan qo'ygizmanglar. Kommentariyada ko'p kelgan savollardan biri endi bu. Videoga bittadan like bosib qo'yinglar. Gilos bo'yicha yana ham kuchliroq video ma'lumotlar berib o'tamiz bemalol.